O'zbekistonda yagona bo'lgan Tracker. Assalomu alaykum. Hozir biz sizlarga bu Trackerimizni obzorini qilib beramiz. Avtomobilimizning jamiki detallarini Black Piano qilib berganmiz, ya'ni qora glansli. Bilasizlar, bumper qismi qora matviy bo'ladi. Biz buni kuzov bilan bir xil bo'lish uchun glansli qilib berganmiz. Ekinokkisi diskasiga katta rasxod qilgandan ko'ra o'zini zavodskoy diskasini ham chiroyli Black Piano qilib bo'yab qo'ysanglar bo'ladi. Va bumperga ulangan kolesning arka qismlarini polniy Black Piano qilib berganmiz. Bokovoy qismi, oynani chetidagi nikkellari, shoxi, ya'ni duga qismlari, eshikning tagidagi matviy joylarini ham glansli qilib berganmiz. Eng ahamiyat beradigan joyilar ruchkadagi knopkalarini ham Black Piano qilib berganmiz. Katta orqa bumper, yozuvlari va logosi komplektga kiradi. Lekin taqir-tuqir bo'lganligi uchun biz bu mashinani shunga qilib berganmiz. Polniy qilib berdik hamma qismini. Bilaman videoni boshidan beri mashinani yonib turishini kuzatib turibsizlar. Bu mashinamizga 3 etapli polirovka va Keramik Pro brendidan keramikalarni surib berganmiz. Mashinamiz prosta olov bo'ldi. Malibu 2 bar Aquaprint rullarini dinamikdan yonlarini, chetlarini napa ko'jidan qilib, patalo va 6 ta stoykasini dinamik materialdan qoplab berganmiz. Mashinamiz prosta qora voy bo'ldi. Aquaprint nima deyapti? Aquaprint deriva teksturida shu daraxt qilib yondirib berganmiz, ko'ryapsizlar. Mashinaga eng chiroyli vid berib turgan narsa bu Aquaprint hisoblanadi. Egalari mashinani olib ketishlariga mashinamiz xudo xolisa tayyor. Video obzorimizni ko'rib baho berasizlar. Yoqsa like bosasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.